Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana inshaalloh bugungi 2026-yil 23-yanvar sanasidagi ishimizni boshlab oldik. Muxlislarimiz bahonasiga chiqyapmiz. Xohlasa bitta ishlarimizdan borib obzorlarni qilamiz. Ko'ylanib tashlagan daraxt bilan yo'lga qilib qo'yamiz. Layk bosib qo'llab-quvvatlab turiblar. Qor bo'lishiga qaramay ishga yo'l olyapti. Xohlasa ikkinchi karosini qo'yamiz. Xohlasa endi ish joyimizga yetib olmasak, ishlarni boshlab obzor qilamiz. Mana inshaalloh bugungi 2026-yil 23-yanvar sanasidagi ishimizga ham yetib kelganmiz. Xudo xohlasa ko'ylanish jarayonlari joyimiz shag'al chiqdi. Hammasi shag'al ekan bular. Mana bu 4 talik kalodis hojatxona uchun ko'ylanyapti. Xudo xohlasa bunisi 2 talik kalodis hammam uchun ko'ylanib tayyor qilib qo'yildi bu ikkitaga. Mana bunisi oshxona uchun 2 talik kalodisga ko'ylanib tayyorlanyapti. Xudo xohlasa uni bitgan jarayonlarni ham bir obzor qilib syomkalarni qilib tashlaymiz. Xudo xohlasa kimga shunaqangi kalodis xizmatlari kerak bo'lsa tepaga telefon raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar.